Afsusda sizlarga bir kanalda maslahat berib o'tmoqchiman. Edgar Gamer. Bu kanalda juda ham qiziqarli Brawl Stars o'yini haqida videolar chiqib bormoqda va keyin bu kanalni 100 taga chiqarib qo'yamiz va kanal manzili описаниеda. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va like bosishni unutmanglar. Elgodan salom to'qinglar. Qani videoga ketdik. Xo'p, mana qishlog'imiz tunda juda ham go'zal ko'rinadi. Xo'sh. Salom Ego Gamer kanalining ashaddiy muxlislari, sizlar bilan men Ego Gamer va bugungi videomizda sizlar bilan maza Craftsman qishloqdagi sarguzashtlar serialimizda 3-qismini olib boramiz. Obunachilar, uzr, juda ham ko'p vaqt bu serial chiqmay qoldi. Sabablarini hozir aytib o'taman. Obunachilar, ancha vaqtgacha bu serial davomi chiqmay qoldi, chunki masalan qishlog'imizda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Va hozir cho'l tomondan qanaqadir g'alati tovushlar eshitilyapti, lekin afsuski kamera ularni ovozini unchalik eshita olmaydi. Ana u tomonda so'tak zombilar, har doimgidek qishlog'imiz tepadan juda ham yorug' ko'rinadi va ba'zi bir o'zgartirishlar kiritilgan qishlog'imizga. Xullas, endi nega videoni tunda boshladim, chunki kunduzi botlarni chiroyligini ko'rsatolmayman, lekin bor bo'lmaydi. Hozir zombilar bosyapti, golemlar ham urush qilyapti. Shunchadan keyin sekin siz bilan hozir uxlaymiz va ertaga videoni davom ettiramiz. Uyimda ba'zi bir narsalarni joyini o'zgartirdim. Bitta rasm bordi, rasmni otib yubordim ko'chaga, chunki o'rgimchaklar uy orqasiga uy qilib tashlab uni. Keyin tozaladim ozgina uyni, mana sandiq ichida sal-pal taqir-tuqirlar va donponlarim bor. Kartoshkani hozircha terib olganim yo'q. Xullas, endi ertalab bo'lsa videoni davom ettiramiz. Hozir o'chirib qo'ying kamerani. Tak, bo'ldi yonni. Xo'p. Bo'ylab buncha mana tong ham otdi. Uzr obunchilar, yana stop turdim. Voy, stop bo'l. Tak, uzr obunchilar. Davom ettiramiz qaytadan. Xo'sh, xullas, kalom aytadigan bo'lsam, kecha qanaqadir cho'l tomondan ovoz keldi. Eshitdim, sizlar eshitmaslar, lekin men eshitdim. Endi sekin yana o'zimni ishlash joyimga borishim kerak. Ko'chada zombilar aqashyapti. Men non qila olmadim. Kecha o'tgan kuni ekinni terib oldim, lekin basantoqdan sizlarga gapirib esdan chiqibdi. Ekinni terib oldim. Xullas, keyin ekin terib olgandan keyin uncha bilan yig'ishtirishga, ya'ni non qilishga vaqtim bo'lmadi. Hozir shunchaki o'zimda non bor, o'zimga yetadigan oziq-ovqat bor menda va sandiqda 34 ta fakel kerak emas, mayli. Endi birinchi navbatda hokim, ya'ni o'sha rais buva deyish unchalik yoqmayapti buncha. Chunki buva degan joyi yo'q. 30 ga endi kiryaptilar. Rais buva yana shular la'natli to'miga yashil maxluq. O'tgan kuni ham uyimni oldiga portlashga bir vaqt qoldi. Salom, brat, qalaysan? Elgo, yaxshimisan? Savollaring yaxshimi? Rahmat. Omad. Bu yoqqa kim o'li? Zombini go'shku. Olib chiqib tashlasang yaxshi bo'lardi. Fermamning oldida yomon hid chiqaryapti. Hadiga chidab bo'lmaydi. Bo'pti. Xo'p, mayli, olib chiqib tashlayman ikkita o'tdi. Laq. Zombini go'shti eng jirkanch narsa obunchilar. Maslahatim buni yemanglar. Mana qayerda creeper ham suvga tushib ketdi-da va uni o'ldirish kerak obunchilar, chunki bu to'nkani golemni o'ldirishdan qo'rqadi. Qo'ysik. Ana ko'rasizmi? Hattoki buni o'zim o'ldirishdan qo'rqaman. La'natli creeper. Mana bunaqasidan solish kerak mana buncha qilish bilan. Oppa, o'zi bitta jonivor ekan, qoyil. Manimcha bu birontasini tayoq ekan. Opitlarni olamiz, suvga tushib turkadi. Shuning uchun mana uni sindiraman. Xo'p, bo'ldi, opitlarni olaylik, ham ko'mirni ham sotib yuboraman. Qishlog'imizda ko'p narsa o'zgardi. Endi hamma sotuvchilar, ya'ni polni narsa sotadigan, narsa almashtiradigan bo'lsalar, oldin bizning qishloqda yerdan topilgan boylikka, masalan, mana ko'mirga 5 ta ko'mirga bitta izvolt beradigan odam bor. O'sha hozir o'shani uyi hozirchalik taxlanyapti, ya'ni uy ichi ubodga qilinyapti, juda ham katta, chunki 2 yildan beri tozalamagan ekan, shuning uchun ham tozalashyapti hozir. Xo'sh, u yoqqa borib bo'lmaydi, chunki borgan taqdirlarida ham hozir ishim yo'q, chunki ular kechqurun ishlashmaydi. Xo'p, mana bu kimligini bilmadim. Mana buni o'zgartirib qo'yishdi. 14-qishloq rais uyi, tamom. Endi sotikan hali ham ishlayapti. O raisam
Sandiqni o'zgartirib qo'ydi. Assalomu alaykum, rais. Oka. Ergo, qalaysan, bratan? Anchadan beri seni ko'rmadim. Yaxshi. Ahvollaringiz qalay? Mana kitoblarni olib tashlabsiz. Boshim tegib, asabim buzib tashladi. Kichkina qilibsiz mana yoqlarni. Keyin taxtani rangini o'zgartiribsiz. Kichikroq joyda o'tirdim kelib qoldi. Xo'sh, kechagi narsani sanam eshitdingmi? Nimani? Kecha cho'l tomondan qanaqadir g'alati bir odamni qo'rqitgan tovushlar keldi. Cho'l tomondan? Eshitdim. Axir uying tepada, eshitmasang ham iloji yo'q. O'shanga cho'lda bilsang, bor yo'g'i ikkitagina xiram bor. U xiramga hech qaysi jitil borishga duh etmaydi. Chunki bilasan, bizani qishloq oldin Herobrine bo'lgan deb topilgan. Shuning uchun ham Herobrine bo'lganmi qishloqda? Shunaqa deyishgan, lekin biz uni ko'rmaganmiz. Chunki 6-7 ta playerlar, ya'ni shu o'yinchilar kelib shunaqa gapsiz tarqatdi, jittilarimizdan qo'rqib shunday bo'ldi. Obbo, men inimni bilyapman. Uzr, senga aytmagandim. Xullas, o'sha xiramlarga borishing kerak, chunki ko'p jittilar bugun ishga chiqmayapti. Nega? Qanaqadir arvoh shunaqa narsani aytishyapti. Bitta player san, ya'ni o'yinchi san. Shuning uchun ham san borib bir kun o'sha la'nati ikkita xiramni bittasida bir kunni o'tkazib bersang, sani isbot qilardik. Shu Elgo Trek keldi, ungacha qilgani yo'q. Shunaqa desak, uzr. Shunaqa desak yaxshi bo'lardi. Mayli. Menga farqi yo'q. Bo'pti, bo'lmasa kechgacha tayyorgarliging ko'r, borib qarab kelsang ham bo'lardi, lekin maslahatim hozir borma. Nimaga? Chunki cho'l juda ham issiq, suvsiz u yerda 2 soatcha o'lib ketasan. Okey. Bo'lmasa hozir men borib qarab kelsam bo'ladimi? Faqat bo'la. Mayli, bo'pti. Mayli, siz bo'lsa chaqirasiz, bo'pti. Obunachilar, ko'rgan bo'lsanglar, lekin men bunaqa narsani unchalik xohlamadim, chunki cho'l juda ham musir, ya'ni juda issiq. Mana fermam bitta ahvoli, yana yomg'ir yog'a boshladi. O'zi kecha ham yomg'ir yog'di, yana yomg'ir yog'yapti. Salom bratlar, yaxshimisizlar? Savollaringiz yaxshimi? Ahvollari qalay? Yo'shi bitommi? Sanglar ketmanglar. Obunachilar, men fermam hozircha paradka bilan turibdi. Bularni bugun yashtirmasam kerak. Endi yomg'ir tinsaydi obunachilar. Hozir uzr. Obunachilar, qaranglar, qanaqa qilib bunday bo'ladi? Cho'l to'rsa men chet etdim, alamayman. Ana o'zi ham chiqib turibdi. Semeni pogoda na ясно deb nima deyiladi? To'l chala o'qidim, lekin o'qolmadim. Bo'pti, endi yana qotyaptimi? Tak, endi kelib borib sizlar bilan bir o'sha cho'l tomonga borib kelaversa, obunachilar, bu qishloqda Herobrine bo'lgan rostdan o'zi, lekin men qo'rqaman. Bu qanaqa joy? Qanaqa bitom? Bu nima bedodlik? Qanaqasiga kimni uyini bezorlik qilib bunday qo'yishdi? Voy. Brat bo'lib chiqsiz bular. Rahmat. Tak. U brat o'zi ham ko'chaga 2 yildan beri chiqmagan. Bu qanaqa javobchilar? Albatta, mayli. Xo'sh, obunachilar, mana endi sekin botlarni tekislab paradga qilishgan. Xo'sh, cho'l tomon, ana u tomonda, obunachilar, cho'l o'sha tomonda. Xullas, cho'lga borib kelsak, lekin hozircha o'zi isishni boshlayapti. O'zi bu tomonlar sal-pal issiq. Chunki cho'l juda ham katta va cho'lda noma'lum narsalar juda ham ko'p va cho'lda o'lmaydigan cho'l zombilari bor. Cho'l zombilarini bilsanglar, ular issiqda yonmaydi. Ular shunaqa kuchi bor. Chunki evolyutsiya jarayonida ular, ya'ni evolyutsiya bu rivojlanish shunaqa jarayonda quyoshga chidamli bo'lishgan bir tagi oddiy zombilar o'lib ketadi. Voy. Spam bo'lmay turinglar, serial raso qilasizlar. Obunachilar, ko'rib turibsizlar, mana bunaqa suv bor, o'zi kelganlar shu yerdan ichib olsin deb. Ana yog'i cho'l obunachilar. Menimcha cho'lga buguncha bormasam kerak, chunki o'sha aptega qaraylar, o'zi issiq bo'ladi. Qani o'sha shu yerdan ko'rinsa xiramlar yaxshi bo'lardi-da. Balang ko'rinmaydi. Bittasini ko'rindi. Ana bitta, shattonga qaraylar, ana ko'rinadi. Ana bittasi. O'tmasa, endi uyga borib tayyorgarligimni ko'rishim kerak. O'zimni o'rnimni ola olaman va nimalarni olsam ekan yana? Nimalarni olishim mumkin obunachilar? O'zim bilan qilichim bor, boshqa narsa, o'zi ko'p narsa yo'q menda. Lekin 2-3 narsam bo'lsa, mayli. Voy. Hozir borib birinchi ishimni qila qolay, bo'lmasa kechga yaqin yana kamerani yoqib davom ettiramiz obunachilar. Kechga yaqin ko'rishamiz.
Ha, rais buva, to'g'ri gaplar aytyapsiz, lekin уже mana kecham bo'lib qoldi. Ilk bo'lmasa o'sha xramlarga borib bir kun tunab bersang yaxshi bo'lardi, do'stim. Ha, bo'pti, masa men ketdim, yaxshi qo'ying. Ey, fakkel olib ketmaysanmi? Sandiq davom. Qarachi, saksa bor ekan. Ha, suvni ham olib ol. Ha, bor ekan. Bo'pti, masa men ketdim. Uxlamaysanmi? Yo'q, qo'rilib chiqaman. Tak, o'zi obunchilar, bular jetilar hozir rais bo'ldim so'radim. Ular xramda anavi borligini bilmagan. Nima edi? Xramda anavi borligini bilmagan ular. Nima edi? Xazina borligini bilmagan. Jetilar. Men bilaman, значит, voy, sekin. Bu menga oson. Tak, men sekin o'tirib, saqosa tushib ketardim. Lapattika bo'lardi keyin. Tak, bo'lmasa obunchilar ko'rasiz o'zi hozir soat kechki pashti 8 da bo'lib qoldi. Endi sekin astalik bilan xram tomonga qarab ketaversak, yana o'sha zombilar spam bo'lyapti. Menda 8 ta fakil bor. Ular bilan urushib o'tirganda vaqt yo'q. Skelet ham bor kamiga qoyil. Menga tegmanglar, sizlarga tegmayman, menga tegmanglar. Ay, la'natli kichkina zombi o'rayapti meni. Hozir serial raso qiladi bobinchilar. Voy, padaringga limonata. Yo'qolay. Yo'qolsiz tonka. Yo'qol. O'zi bir tinglik joning ham yo'qda, yana men katta ketsan. Obunchilar, ko'rasizlar obunchilar. Lekin rais bu menga bu ishim uchun katta haq berishini aytdi. Ya'ni 1,5 stakcha temir. Izmir degani. Unga ancha normal o'zimni yaxshi tiklab olaman. Opa o'sha voy sekin. Voy. Bu yerda suv nimaga sovuq? Qiziq. Cho'lda suv o'sha qaynaydi-ku kunduzin, lekin bu yerda suv sovuq ekan. Obunchilar, men o'zi hayotimda biror marta ham xramga kirib ko'rmaganman, lekin bu videoda biz xramga kirib ko'ramiz-a. Qo'yil, xram nega u yarim qanday kirgan joyi? Qo'yil, xramga shu yerdan tushamizmi deyman-da. Endi bu xram ehrom obunchilar, noto'g'ri tushunmanglar. Oppa, o'ldi. Tak, ichkari la'natda chiqgan joy yo'q-ku bu yoqqa. Obba. Mayli, bo'lmasa zombilar spam bo'lmasligi uchun mana qana narsalarni qo'yib qo'yamiz-da. Xo'p, obunchilar, menimcha, voy, sekin. Menimcha bugunchalik men uxlamasam kerak, lekin men rais buvaga uxlayman deb alaganim, chunki men o'zim bilan birlikda narsalar olib kelib shaqqa ham qo'yib qo'yaylik-da, haytomaga qarshi ichkari yorug'lar bo'lib tursin. Men o'zim bilan birlikda narsa olib kelgandim, hozir ularni videoni stop qilib, olib joylashtirib olsam, keyin davom ettiramiz. Tak, bo'ldi, endi videoni davom etarsam bo'ladi. Hop, obunachilar, men o'zim bilan 64 ta narvon va bitta 6 temirdan kirka olib keldim. Xo'p, bu yerda bir atroflarni qarab chiqamiz. Har xil bir g'alati narsa yo'q ekan. La'nati. Chaqmoq chaqayaptimi? Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Bu menga yoqmayapti, obunchilar, serios. Menga bu narsa umuman yoqmayapti. Bu chaqmoq menga yoqmayapti. Значит, pastda bir nima bo'lishi mumkin. Masalan, Herobrinening ruhi. Mayli, sindirib kirib ko'ramiz. Xo'p. Bu yerda tuzoq bor. Albatta tuzoqqa tushib o'lib ketishni istayman. Xo'p, mana tushdik. Tashqarida anavi chaqmoq chaqayapti. Xo'sh, kitob. Va ularni olaman. Haytomaga qarshi chiqib ketishimga oson bo'lishi uchun. 6 ta va o'rgimchak ipi, otga anavi va yana o'rgimchak ipi. Tak, bu yerda yana otga o'sha 21 ta porx va qolgani keraksiz chiqindi. Oltin. Qoyil. Axir bu yerda oltinsiz hayot yo'q. La'nat obunchilar, lekin juda ham qo'rqinchli. Axir tashqarida juda ham kuchli shamol va qaldiroq, ya'ni chaqmoq chaqayapti. To'g'risi, men bundan ozgina qo'rqyapman. Ozgina emas, juda ham qo'rqaman, chunki bilsanglar Herobrine shunaqa havoda keladi. Men bu yerda bitta o'zimman. Va eng qizig'i, bu yerda bitta o'zimligimga yarasha oltindan qo'yil. Bo'ldi, endi pastdagi analarni olib ketsak. Anaqa baribir ularga kerak emas. Men konga tushganimda kerak bo'lib qolar. Xo'p. Tak, men endi tepaga chiqib olsam bir balo qilib. Tak, endi sekin. Xo'sh, endi tepaga asta-sekinlik bilan chiqishimiz kerak obunchilar. Xo'sh. Mana asta-sekinlik bilan ustiga bloklar qo'yib chiqdim. Hali ham yomg'ir yog'yaptimi? Qani bir tashqariga chiqib ko'raylik obunchilar.
Ya'ni ko'chaga bir qarab ko'z tashlaylik. Xo'p, negadir narvonni olaman va narvonni ishlatmadim. Hop, bu yerdan kirib chiqsa bo'lar ekan. Xo'sh. Voy bu. Qoyili. Voy, chaqirilmagan mehmonlar. Jin ursin, la'nata. Ko'rmasa bo'ldi. Yo'q. Sen ham ko'rdingmi? Chaqmoq o'sha ko'rdi. Nima? Yomg'ir tindimi? Qoyili. Men bunaqa bo'lishini to'g'ri istamagandim. Yo'q, bunichilar. Chaqmoq to'g'ri shog'irga urdi. Voy, la'nata. Zaharladi. O'rin oldim degan. Effekt qanaqadir zaharli. Shaqonsiz zombilar. Menda creeper ham bor kamiga. Buni o'chirish kerak. Bo'ldi. Voy, la'nata. Bunchilar ko'rdingizmi? Chaqmoq to'g'ri xronolga urdi. Lag'alal juda ham to'g'risi men qo'rqaman bunchilar. Nima? Bu nima bo'lyapti? Buncha birdan yana yomg'ir tugab, yana yomg'ir boshlanyapti. Voy, la'nata. Tezroq xaramga qaytib kirmasam, asabim. Mana qo'rdi meni yomg'ir. Chaqmoq chaqdi degan o'shaqa. Oho. Yo'qol. O'g'inchi lekin men bunaqa ob-havo bo'lishini men xohlamagandim. Chunki bilsizlar, Herobrine shunaqa havoda keladi va la'nat yoqqa Brunelli zombi bor ekan. Xo'sh. To'g'risi qo'rqaman bundan. Serios, juda ham qo'rqaman. Axir men katta cho'lda bir o'zim, ham bironta tirik joy, la'natga tushib ketdim. Bironta tirik joy yo'q va eng qizig'i men yolg'izman. Men tom ketadi, bitta gapni ikki marta qayta aytaman. Xo'sh, bu qumlar tushib ketadi va bulardan biz narvon sifatida foydalansak bo'ladi tepaga chiqish uchun. Xo'p, buni ham bitta qo'yaylik. Va bu yerdan chiqsak bo'ladi tashqariga, qarash uchun demoqchiman. Xo'sh, uje tun o'tyapti. Bilsanglar, Minecraft juda ham tez tong va tun o'tadi. Qo'yib biz uncha bu yerdan zonasi topmadik, ammo endi sekin ketsak bo'ladi. Va men tirikman, hech qanaqa o'lganim yo'q va hech qanaqa g'ayrioddiy narsa ko'rganim yo'q. Qo'yil. Lekin yomg'irga nima bo'lyapti? Quyosh chiqyapti. Lapatkali zombi. Lapatkasi esa sehrlangan. Voy, sekin. Bo'ldi, bu ham bo'ldi. Tak, atrofda hech zot yo'q, hech kim yo'q. Quyosh chiqyapti, men endi sekin bu yerdan kechga tayyorgarlik ko'rsam bo'ladi. Tak, albatta uyimni hech kim buzib tashlamagan deb umiddaman. Bilsanglar, jitilar juda ham vahimachi. Agar 2 soatga kechga borsam, ular elga o'ldi deb nahotki yana bo'lishi mumkin emas. Axir tong otyapti. Qiziq, bu tomonga qarasam yomg'ir ko'zimga ko'rmayapti, bu tomonga qarasam yomg'ir bo'g'ayapti. Mana tom ketyapti menimcha. Bu ruhiy asabbuzarliklar natijasida bo'ldi shekilli. Tak, bo'ldi, hamma narsani oldim. Tak, endi bu yerdan chiqib ketsam bo'lgani. Mayli, bu yerda fakirlar turib qolsa, men hech kim bu yerga kirib adashib qolishini xohlamayman, men dastimdan. La'natli yomg'ir. Bu yerda menimcha ikkinchi xiram ham bo'lsa kerak. Voy, jin ursin. Wow. Qo'yil. Ko'zimni oldida. What the hell bunchilar? Sen ham ko'rdingmi? Ha, juda ham chiroyli bo'ldi, lekin menga bu narsa umuman yoqmayapti to'g'risi. Endi ikkinchi xiram qayerligini esimga tushsa yaxshi bo'lardi. Ikkinchi xiram taxminan o'sha tomonlarda bo'lishi kerak. Voy, sekin. Ko'rdingmi, men chaqmoqqa qarab qoldim, jinni jaramas zombi. Mana yana yerda yondirdi. O'bincha, lekin chaqmoq juda ham slishkim qonchi narsa. Men chaqmoqdan qo'rqmayman-ku, lekin undan keyin kelayotgan narsadan qo'rqaman. Ya'ni chaqmoqli shunaqa tuman sifat havoda bilsanglar, o'sha mashhur, hammaga mashhur. Hech kimga yoqmaydigan, hamma undan qo'rqiydigan Herobrine o'zini ko'rsatadi.
Tak, ikkinchi xramni ham bir qarab o'tsak yaxshi bo'lardi, chunki mendagi oltin baloga yetmaydi. Tak. Ikkinchi xram qayerda edi ya? Ikkinchi xram. Xo'p, buncha bo'lmasa ikkinchi xramni topgandan keyin videoni sekin davom ettiraman. O'zi chanqa boshladim. Qani kamerani o'chir. Tak, bo'ldi kamera yonda. Obunachilar va men nihoyat xramni boshini topdim. U qumga ko'milib ketgan ekan va havo juda rasvo. Menga umuman yoqmaydi bu havo. Va idishlarimga suv to'ldirib olsam bo'ladi va suv ichib olsam bo'ladi. Va non ham shu yoqqa yuvasam bo'ladi, ozgina suvga botirib. Qoyil, havo juda ham ajoyib va qanday sovuq shamol. Hattoki Krasvanda ham kuz kelgan bo'lsa ya, obunachilar. Qiziq, Krasvanda kuz kelishi mumkin, obunachilar. Bilsalar, Minecraftda, lekin hayotda уже sentyabr oyi boshida nasib bo'lsa dushanbadan hamma maktabga. Men ham tayyorgarligimni ko'rishim kerak videodan keyin. Tak, voy, la'nati. Chin urson, naqd ko'zimning oldiga. Qani? Значит, bu yerdan kirsa bo'lar ekan. U yerda quduq ham bor ekanmi? Yo'q. Qiziq. Havo juda ham g'alati, yomg'irgana tinni. Birdaniga. Tak, obunachilar, bu yerga sekin tushish kerak. Tushunmadim. Yana yomg'ir yog'adimi? Nega buni bo'lyapti? Tak, eson-omon tushib olsam bo'la. Yo'q, eson-omon tushmadim. Voy, la'nat, bu yer nega buncha qorong'u? Yaxshi. Qoyil, yorug'lik bor. Tagiga beton tushsam oyog'imni sindiraman, shuning uchun sekin pastdan manetdan tushib olaman. Va bu safar sizlarga yorug'lik bo'lishi uchun. Tak, o'tgan safarga xramda juda ham qo'rqinch bo'ldi. Agar tez og'iz jitillarning oldiga borib nima bo'lganini aytmasam, ular albatta meni uyimni buzib yuborgan bo'lishlari ehtimoli bor. Nechidir foizga. Lekin buzishmagan degan umiddaman, chunki ular men haqimda uncha ko'p narsa bilishmaydi. Axir qishloqqa yaqinda kelgan bo'lsam. Juda ham yaqin emas, lekin ko'p bo'lmadi. Xo'p, bu yerda egar, qoyil, menimcha ot egarlasam kerak. Endi bu videodan keyin albatta kutib qolinglar. La'nati. Jonga tegdi bu yomg'ir ham. Albatta buni ichimishman degan umiddaman. Masalan, kimligini bilsalik kerak. Ey, bo'ldi, qara, yomg'ir bo'lmay o'l. Asabni buzib yubording, o'chir chakagingni. Wow! Almazlik, qoyil bularni sotaman. Oltinlik, qoyil obunachilar ancha-muncha yilga yetaykan. Oldi temir bor ekan. Xo'p, va 35 ta qumlarni olib ketamiz, chunki bu yerdan chiqib ketishni o'ylash kerak obunachilar. Chunki g'orning og'zi berkilib qolgan. Xramning og'zi berkilib qolgan. Tak, oh my god, izumrud topdim. Eng kerakli narsa topdim. Qoyil, eng keraklini topdim men. Eng keraklini topdim. 24 ta. Yana bitta egar. Egar juda ham ko'p ekan bu yerda, lekin tak, eng qizig'i bu yerda otga egar va otga bog'liq narsalar slishkim ko'p. Menimcha Herobrine ot bo'lmasa kerak. Tak, ana sandiqqa qaramadim. Bu yoqda unchalik ham zo'r narsa yo'q. Shuning uchun sekin 45 ta pashta yarmi. Men buni ferma uchun ishlataman. 26 ta va chiqib ketishim uchun qum va nimadirga kerak bo'lib qolar, porox. 31 ta va o'rgimchakda anaqasi. Ya'ni zahar chiqadigan joyi. Xullas, bezlari desak to'g'ri, zahar bezlari desak ham bo'ladi obunachilar. Bo'ldi, bu yerda hech narsa yo'q. Mayli, fakilim olib ketaman desam, tushib ketdi palagat. Olishga harakat qilganim yo'q darajada ko'rgan bo'lsangiz, chunki asablarim tobora taranglashib boryapti. Chunki men qo'rqaman. Negaki men o'sha la'nati tonka bilan ko'rishdan qo'rqaman. Xayriyatki u Minecraftda bo'ladi. Biz esa Craftsmandamiz. Xo'sh, lekin kim biladi, balkim u Craftsmanda ham bo'lishi mumkin. Ay! Bitta, men tushundim. Tak, bo'ldi, mana qumni olib tashladik. Xo'sh, sekin bittadan chiqolsak edi. Xuddi yer tagidan chiqayotganga o'xshayman. Yaxshi, endi qishlog'im tomon olg'a. Havo tinibdi, normalli. Menimcha yo'q, yomg'ir hali ham bo'layotgan ekan. Adashman, ay sekin. Bo'ldi, yaxtakina bo'lib olik. Xo'sh, cho'lda esa kaktuslar juda ko'p. Wow, qo'yil, bu safar chaqmoq mana shu yoqqa uribdi. Ishqab chaqmoq uyimning oldiga urmadi degan umiddaman. Bular cho'pga kerak bo'ladi. Jonga tegdi bular.
Nimaga faqat meni orqamdan keladi bular? Oh, kimdir yiqilib o'libdi yoki men o'ldirgan zombi qolib ketgan shu yoqqa. Menimcha men o'ldirgan zombi bo'lsa kerak obuncha. Albatta, qishloqdagi sarguzashtlar videomizda obuna chiqishni xohlasanglar, like bosinglar, obuna bo'linglar va kanalimizni kuzatib boringlar. Oyog'imga kirdi. Voy bu. Lekin havo musor, trash, dabdala. Oh, mana keldim. O'zimizda tomonda havo vahshin dabdala ekan. Yomg'irda shovullashi qulog'imni ezib Jinusum bo'yni cho'lda havo yaxshi edi. Nima berdi bunaqa? Bolalar uyga kiringlar tezroq. Shamolga qaranglar, onasini yinsin. Qornam och ketdi. Hozir rais buvaga borib topgan narsalarimni aytaman va haqqimni olishim kerak. Ya'ni pulimni olishim kerak. Lekin olgan narsalarni aytmayman. Chunki ular buni bilishmaydi. Oy, brat, to'ting, yordam beraman. Chiqing. Chiq. Abba. Mana sen uchun ikkita joydan teshib beraman. Kallangga san deb shu joyni teshdim. Tak, menda yana bulishing bo'lish kerak. Yo'qmi? Bunda bunisini qo'yamiz. Bo'la. Tushib ketmanglar, jitillar. Sekin, Men tezroq rais buvani uyga borishim kerak buncha, chunki havo dabdala. Voy, chimadim. Rais buvani uyda oldiga. Qo'ysangchi. Meni xafa qilma. Qo'yil. Xuddi shu joyga yuribdi. Xo'p, endi rais buva bilan gaplash kerak. Rais buva, rais, okey, assalomu alaykum. Ko'rdingmi sanam? Lekin juda ham chiroyli bo'ldi. Ishqib bironta qishloqqa uyga urmasa bo'ldi. Mana shundan qo'rqyapman. Xo'sh, tirik ko'rganimdan xursandman, o'lib ketding deb o'yladim. Oldinga ovqat yeyishing shartmi? Juda ham och qoldim. Bo'la. Mana zombi go'shti qaydan keldi? Yo'qot, allergiyam bor. Tashqariga olib chiqib tashlab, mana uy orqasiga ot o'rnidan ko'ra mana bironta jitil kelib olib ketar. Xo'p, obunachi debman. Rais buva, balkim haqqimni berarsiz. Sandiqda sanam juda pishiqsanda ishingga. Mana 30 ta olyapman. Bo'pti, nimalar bor ekan? Uzr, ikkinchi marta. Nimalar bor ekan xiramda? Hech bola yo'q, pashti. Nima olganda deyarli xiram chang bosyapti va juda ham chaqmoq ko'pirdi va zombilarga tiqilyapti. Bo'pti, kech bo'lib qoldi. Jitaliga aytib qo'yaman. Hechasi yo'q, elga tirik qaytdi va shunga o'xshash gaplar. Bo'la, men ketdim. Yana shu zombi. Go'sha. Endi uyga borib, maza qilib uxlasam bo'ladi obunachilar. Xudojonim, men aytdan chiqsam bo'ladi. Narvorimdan chiqishim shart emas, qo'llarim og'rib ketdi narvondan chiqarganga. Lekin bu juda ham opasniy. Yiqilib ketishim mumkin. Sekin. Aytdim-ku. Baribir narvondan chiqar ekanman yarim yo'lda. Xo'sh, endi obunachilar sekin kamerani o'chiraman va ertalab tongda videoni davom ettiramiz. Xo'p, endi dam olsam bo'ladi. Latta. Bo'ldi, kamera yondi. Bo'ldi. Xo'sh, ahvollar qalay ekan qishloqda? Bir tomdan qaraychi, anchadan beri tomdan qaramagandim. Hech kimning yon ketmagan, hamma talofatsiz o'tibdi, yomg'ir, qor va shunga o'xshagan chaqmoqlardan. Zombilar esa issiq oftobdan maza qilib bahra olishyapti, qoyil. Endi qish kelsa issiq oftob ham ko'rinmaydi va zombilarga bu yog'i maza. Endi bularni bir nima qilib sotib olishim kerak bo'lsa, chunki baribir ham bular uyda turishi xavfli, chunki bu yerda almazligi bor. Menimcha almazligini o'zim bilan qoldirishim kerak, chunki ot egarlayman nasib bo'lsa. Axir men uyda tepasida tomda turman. Qanaqa ot egarlashim mumkin? 3 ta egar, necha bo'lsa va 2 ta kitob, qiziq kitoblardan bor ekan, birov bormikan? Kitobni ochib bo'lsa kerak menimcha. Tak, qani? Yo'q, kitob balayam yo'q ekan. Yozuvlar juda ham o'chib ketibdi. Porox va o'rgimchak ipi va suyi, bu cho'p va TNT, bularning xavfli narsa juda ham ko'p ekan to'g'risimda. Va suv ichib olishim kerak hozir va mana bu va oltin, qo'yil shuncha narsa. Qo'yil. Bular yaxshi normalli. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Obunachilar, endi sekin asolik bilan videoni tugatsak ham bo'lardi, faqat birinchi yana pastga tushishim kerak. Obunachilar, короче, bugungi videomiz yoqqan bo'lsa kerak, albatta yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanaliga oyog'im
Obuna bo'linglar, obunachilar. He he he, yuhu, obunachilar. Qoyil obunachilar, qoyil. Bugun juda ham qo'rqinchli, lekin g'alati kun bo'ldi. Yana turibdim, hali ham turibdim bu. Yoqimsiz. Taq taq, voy taq. Taq taq. Kirish mumkinmi, rais? Okey. Kir. Yapili. Salom, rais. Okey. Ego, qalaysan? Ishlar yaxshimi? Ishlar beshmi? Yuribsam aylanib, maza qilib. Yuribman, o'tirsam bo'ladimi? O'tirish uchun ber. Yuribman. Ishlar yaxshi. Kirkamni stol ustiga qo'yib tursam bo'ladimi? Bemalol. Yo, olaman o'zimga. Xullas, ishlar yaxshi, rais aka. Xullas, o'zida nima gaplar? Menga biron ishingiz yo'qmi? Kecha bitta jitilman olgan keldi, sen ketgandan keyin, eski quduqdan ayol kishini yig'lagan ovozi eshitilibdi. What the? Qanaqa eski quduq, rais? Okey, qanaqa eski quduq? Bizning qishda eski quduq yo'q-ku. Usti tosh bilan yopib tashlangan eski quduq. Eski quduq, rais. Bu nimaga o'xshalar? Bunaqa opasniy derazani sindirib, kallam bilan devorga urib qilsam qutulamanmi ishlaringizdan? Nima faqat qo'rqinchli ishlar aytasiz menga, rais aka, aytyasan. Bosh nima qilishim kerak? Borib ko'rishing kerak. Bo'pti. Faqat bugun emas. Nega? 2 kundan keyin. Nimaga o'sha kuni video olaman. Bo'pti. Bo'pti. Obunachilar, qanaqa eski quduq, qanaqa ayol chinqirig'i, qanaqa narsalar. Nimaga bular hammasi yoppasiga birdan bo'lyapti? Ishqa bu narsalar oxiri yaxshi bo'lsa bo'ldi obunachilar. Men to'g'risi silishkim qo'rqoq qoldim. O'zi yomg'ir va shamollar menga o'zi asablarimni zo'r sinadi. Men maza qilaman o'shanga ham. Endi qanaqadir ayol chinqirig'i ketmay turdi. Axir bu Slendrina bo'lsa-ya, Slendrina. Men u bilan tanishman. Uyga bordim. Bir marta. Keyin ketdim. Chunki u menga choy damlab bermadi. Xullas, obunachilar, endi sekin haydalashgan bo'ladi. Men hech qanaqa quduqqa bormayman desam iloji yo'q, chunki menga bo'lmasa rais buva izuradi meni. Sen bunaqa, sen bunaqasan, qila olmaysan, toshingda bor, yo'qol, yoqimsiz. Xullas, shunga o'xshagan bematas gaplarni aytaverdi. Xullas, короче, obunachilar, endi hozir kamerani bunday burib olay. Uzr. Xo'sh, obunachilar, короче, Ego Gamer kanalidagi bugungi video shudan iborat. Albatta, yoqqan bo'lsa, o'zlaringizda qayoqdan qaynoq laklaringizni bosib, kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Короче, bugungi video shudan iborat. Albatta, keyingi video bundan qiziq va tezroq chiqishini xohlasanglar, albatta layklarni ko'paytiringlar, kanallariga obuna bo'linglar va kommentlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Короче, Ego Gamer kanalidagi bugungi video shudan iborat. Albatta, keyingi videogacha uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Tugadi. Tang 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 tang. Tugadi.